Diqqat, ogohlantiraman. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali eng ko'p kiberhujumlar Telegram orqali bo'lmoqda. Mening ham Telegram akkauntimga qilingan kiberhujum natijasida ko'plab savollar kela boshladi. Savollar shundan iboratki, sen qandaydir APK fayllarni ochmoqchi bo'lgansan yoki turli xil linklarni bosgansan deb aytishmoqda. Savollarga oydinlik kiritadigan bo'lsam, mening Telegram akkauntimga qilingan kiberhujum vaqtida APK fayllar ham ochilmagan, linklar ham bosilmagan, hattoki telefonim umuman ishlatilmagan. Mashinachilar esa to'g'ridan-to'g'ri akkauntimga hujum qilib uni blokka tiqib tashlashdi. Buning sababi esa men Telegramning norasmiy ilovasi bo'lgan Telegram Plus'dan foydalanganim va uni ikki bosqichli himoyaga o'tkazmaganim. Mashinachilar nafaqat Telegram akkauntimni bloklab tashlashdi, qolaversa meni O'zbekistondagi men nomida bo'lgan plastik viza kartamni ham hujum qilib uni ham blokka tiqib tashlashdi. Lekin ular kutgan natijaga erisha olishmadi. Sababi viza plastik kartani hech qanaqangi pul mavjud emasdi. Shunday bo'lsa ham ular blokka tiqib tashlashdi. Shuni jiddiy ogohlantirmoqchimanki, Telegram ochilgan telefon nomeringiz bilan hech qachon boshqa maqsadlarda, moliyaviy maqsadlarda yoki plastik kartalar ochishda umuman foydalanmang. Iloji bo'lsa, ikkalasida ham alohida telefon nomeridan foydalaning. Ya'ni Telegram ochgan telefon nomerida alohida, plastik kartalarda esa alohida telefon nomeri ishlating. Qachonda sizning Telegram akkauntingiz mashinachilar tomonidan o'g'irlanib qolsa, albatta bilingki, sizning plastik kartalaringizga ham hujum bo'ladi. Yana shuni jiddiy ogohlantirmoqchimanki, Telegramdan hech qachon shaxsiy kabinet sifatida umuman foydalanmang, shaxsiy ma'lumotlaringizni umuman saqlamang. Sizning Telegramingizga hujum qilishganda esa, uni o'g'irlatib qo'yganingizda esa shaxsiy ma'lumotlaringiz esa sizning zararingizga ishlashni boshlaydi. Bu video murojaatim bilan kimgadir manfaatim tekkan bo'lsa, men bag'oyatda xursandman. Sog' va salomat bo'ling.